Film boshida Xezr ismli qiz tush ko'radi. U attraksion parkida yuzi yo'q odamlar tomonidan quviladi. O'sha odamlar unga yaqinlashayotganida Xezr karusel ichiga yashirinadi. Karuseldagi otlarga bog'langan odamlar azobdan qichqirishardi. Xezr esa buni dahshat ichida kuzatadi. Shu payt qora ko'zli bir qiz Xezrga uning yengilmasligini va Silent Hillga kirmasligi kerakligini aytadi. Oradan ko'p o'tmay Xezr olov ichida qoladi va qichqirib uyg'onadi. Uni asrab olgan otasi Kris xonaga kirib, bularning hammasi oddiy tush ekanini aytadi. Xezr otasiga tushidagi odamlar uni Silent Hillga chorlayotganini aytadi, lekin Kris undan u yerga qaytmasligini iltimos qiladi. To'satdan ortidan bir maxluq paydo bo'lib, Krisni o'ldiradi. Xezr qichqirib yuboradi va aslida bu ham tush ekanini bilib uyg'onadi. Keyinroq Xezr daftariga nimanidir chizadi. Ehtimol tushiga bog'liq narsalar edi. Nonushta vaqtida ma'lum bo'ladiki, u va otasi avval juda ko'p marta ismlarini, yashash joylarini, hatto soch ranglarini ham o'zgartirishgan. Bularning hammasi yashirinib yurish uchun edi. Aslida birinchi filmda Xezrning ismi Sherin bo'lgan, ammo maxluqlardan qochish uchun ismini Xezrga o'zgartirishga majbur bo'lgan. Xezr yangi shahardagi maktabga birinchi marta borishga tayyorlanadi. Kris esa uni chizgan daftarini ko'zdan kechirib, ayrim sahifalarni yirtib oladi va ustiga o'yib yozilgan yog'och qutiga joylaydi. Ma'lum bo'lishicha, u Xezrning Silent Hillga oid barcha chizmalarini yashirib saqlab yurardi. Xotira sahnasida esa Xezrning tug'ilishi ko'rsatiladi. Bir jin uning nusxasini yaratadi va bu nusxa uning ruhidagi yaxshi tomonlarini o'zida saqlardi. Tug'ilgach, Xezr yaqin shahardagi yetimxonaga yuboriladi va keyinchalik Kris hamda Rose tomonidan asrab olinadi. Oldingi filmda Xezr va uni asrab olgan onasi Rose Silent Hill ichida qolib ketgani aytilgandi. Rose faqat bir kishini haqiqiy dunyoga qaytara oladigan eshikni topadi va Xezrni o'sha eshik orqali qutqargan. Rose esa o'zi chiqib keta olmasligini aytadi. Shunga qaramay, u Krisga Xezrni har qanday holatda himoya qilishni iltimos qiladi, chunki Silent Hill maxluqlari uni izlab kelishlarini bilardi. Portal yopilgach, Rose Silent Hillda qoladi. Xezr esa xotirasini yo'qotgan holda haqiqiy dunyoga qaytadi. Kris unga onasi avtohalokatda vafot etgan deb yolg'on gapiradi. Xezr olib ketayotganida uning qo'lida sirli ramz tushirilgan bir taqinchoq tushib ketadi va shu yerda xotira tugaydi. Keyingi sahnada bir notanish odam Xezrning oldiga kelib, "Ahvoling yaxshimi?" deb so'raydi, ammo Xezr undan uzoqlashib, maktab avtobusi tomon yuradi. Maktabda o'qituvchi undan o'zi haqida gapirib berishini so'raydi, lekin Xezr hech kim uning ismi yoki kimligi bilan qiziqmasligi kerakligini aytadi. "Ismimni, kimligimni, qayerdaligimni so'ramang va men bilan do'stlashishga urinmang" deydi. Shundan so'ng o'qituvchi ikkinchi yangi o'quvchi Vincentni tanishtiradi. Keyinroq gavjum yo'lakda umumiy e'lon ovozi yangraydi, ammo u tezda tinchib qoladi. Xezr hayron bo'lib tepaga qaraydi. Birdan yo'lak bo'mbo'sh va jimjit bo'lib qolganini hamda xira chiroqlar miltillay boshlaganini ko'radi. U bolalarning kimnidir masxara qilib chaqirayotgan ovozini eshitadi va sinfxona ichiga qaraydi. U yerda bolalar bir qizni o'rab olib, uni eski uslubdagi sinfxona tomon itarayotgandi. Xezr yana bir qadam tashlaganida uzoqdan kimdir uning ismini shivirlab chaqiradi. Shu payt yo'lak asta-sekin Silent Hilldagi dahshatli koridorga aylanib ketadi. Qo'lsiz bir maxluq unga yaqinlashayotganida ortidan Vincent paydo bo'ladi va Xezr yana real dunyoga qaytadi. Keyin ular suhbatlasha boshlaydi. Vincent uni qahva ichishga taklif qiladi, ammo Xezr muloyimlik bilan rad etadi. Oradan ko'p o'tmay, avtobus bekatida avval ham uning oldiga kelgan o'sha g'alati odam uni tashqarida kutib turgan bo'ladi. Xezr otasiga qo'ng'iroq qilib, o'sha shubhali odam haqida aytadi. Ular savdo markazidagi Happy Burgerda uchrashishga kelishib olishadi. Shu payt Kristofer kimnidir uyga bostirib kirishga urinayotganini sezadi. Xezr esa savdo markazidagi o'rindiqqa o'tirib, bir masxarabozning kichkina qizga tug'ilgan kun tortini olib kelayotganini kuzatadi. Shar ustida esa Xezr deb yozilgandi. Masxaraboz Xezr bilan salomlashib, quvnoq raqsga tushadi. Keyingi soniyada hamma narsa dahshatli tus ola boshlaydi va Xezr shar ustida
tug'ilgan kuning bilan Alisa degan yozuvni ko'radi. Keyin o'sha g'alati odam yana paydo bo'lib, uni quvlay boshlaydi. Xezr restoran oshxonasiga kiradi va gamburger uchun ishlatilayotgan go'sht aslida qiynoqqa solingan hamda moldek osib qo'yilgan bir bolaniki ekanligini ko'radi. Xezr dahshat ichida tashqariga yuguradi va otasiga qo'ng'iroq qilishga urinadi, ammo javob bo'lmaydi. O'sha g'alati odam uni quvib yetadi va o'zini detektiv deb tanishtiradi. U Silent Hilldagi bir sekta tomonidan Xezrni topish uchun yo'llanganini aytadi. Detektivning aytishicha, Xezrning onasi Silent Hilldagi bir joyda asirlikda ushlab turilibdi. U yana Silent Hill maxluqlari Xezrni qaytarishni istashini, chunki ular unga muhtoj ekanini aytadi. U gapirayotganida to'satdan qilichsimon qo'li bor dahshatli maxluq ularga hujum qiladi va detektivning barmoqlarini kesib tashlaydi. Detektiv Xezr bilan liftga kiradi va Xezr uni ishga tushiradi. Oradan ko'p o'tmay, maxluq lift ustiga sakrab tushadi. Keyin esa qilich qo'li bilan detektivni ushlab oladi. Xezr esa qochib ketadi. U chiqindilar tashlanadigan joyga kiradi va u yerda tozalovchi odamdan qo'rqib ketadi. Shundan so'ng Xezr qon tekkan kurtkasini yechib tashlab, u yerdan ham qochib ketadi. U chiqayotganida esa politsiya yetib kelganini va detektivning jasadini topishganini ko'radi. Politsiyachi qonli kurtka topilganini aytadi. Ko'p o'tmay Vincent uning oldiga kelib, ichkarida nima ko'rganini so'raydi. Keyinroq esa Vincent va Xezr birga sayr qilishadi. Xezr vahima ichida otasiga qayta qo'ng'iroq qiladi, ammo u telefonini ko'tarmaydi. Sovuqdan titrayotgan Xezrga Vincent o'zining paltosini beradi. Shu payt Xezr Silent Hill ruhoniylari o'zini kuzatayotganini ko'radi, lekin ularni faqat o'zi ko'ra olardi. Avtobusda ketayotganlarida Vincent va Xezr haqiqat haqida suhbatlashadi. Vincentning aytishicha, uning aqldan ozgan bobosi haqiqat bilan xayol o'rtasida hech qanday farq yo'qligini aytgan. Keyinchalik Xezr uyga kirib otasini qidira boshlaydi, ammo uni hech qayerdan topa olmaydi. Shu payt devorda Silent Hillga kel degan yozuvni ko'radi va qo'rquvdan qichqirib yuboradi. Eshik ortidan Vincent taqillatib, uning qichqirganini eshitganini aytadi. Xezr dumaloq belgini taniydi. Vincentga Silent Hill uning tushlaridagi dahshatli joy ekanini, otasi esa u yerga bormasligini tayinlaganini aytadi. Ular Xezrning eski qog'ozlari solingan qutini tekshirishadi va uning taqinchoq klonini topishadi, ammo klonning bir tomoni yo'q edi. Xezr yana bir qurol ham topadi va uni o'zi bilan olib ketadi. Shu payt politsiya yetib keladi. Ehtimol bu Xezrning qonli kurtkasi bilan bog'liq edi. Xezr Vincentga qochishi kerakligini aytadi va mashina haydashga yordam berishini so'raydi, chunki u o'zi hayday olmasdi. Mashina ichida Xezr otasi yozib qoldirgan xatni o'qiydi. Kristofer Xezrni himoya qilish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilganini yozgandi. U yana uylariga bostirib kirgan qaroqchini o'ldirganini, ammo aslida o'ldirilgan odam Xezrni Silent Hillga olib ketish uchun yuborilgan sekta a'zosi ekanini aytadi. Ammo Xezr haligacha sekta nima uchun aynan unga muhtojligini tushunmasdi. Ma'lum bo'lishicha, Kristofer yillar davomida Silent Hill va u yerdagi maxluqlar haqida ko'plab yozuvlar va hikoyalar yozgan. Afsonaga ko'ra, inglizlar bir vaqtlar tub amerikalik qabristoni bo'lgan sokin ruhlar maskani deb ataluvchi tepalik ustiga kolonial qamoqxona qurgan. Sekta esa uzoq yillardan beri o'z ilohi uchun tana bo'ladigan bolani tug'ilishni kutib yashab kelgan va shu orqali yangi dunyo yaratishni istashgan. Yana bir gazetada Silent Hilldagi eski shaxtalarda yer osti yong'ini chiqqani haqida yozilgan. Shu sababli shaxtalar tashlab ketilgan, ammo ular hanuzgacha yonishda davom etmoqda. Kristoferning fikricha, sekta Alisa nomli mavjudotni yoqib yuborib o'ldirmoqchi bo'lgan, ammo mavjudot bunga javoban Silent Hillni zulmatga cho'ktirgan. Voqealardan keyin ular tunash uchun otelda to'xtashga qaror qilishadi. Vincent Xezrga Silent Hillga bormasligi kerakligini aytadi. Ular bir-birini quchoqlashadi, ammo oralarida romantik yaqinlik bo'lmaydi. Keyinroq Xezr tush ko'radi. Tushida Alisa Silent Hillni zulmatga botirayotgandi. Xezr uyg'ongach, Silent Hillga borishga qat'iy qaror qiladi, lekin Vincent uni bundan qaytarishga urinadi. Shu payt Vincent bir sirni ochadi. U aslida sekta a'zosi ekanini aytadi. U Silent Hillda tug'ilib, o'sha yerda ulg'aygan. Keyinchalik esa Xezrni olib kelish uchun tashqi dunyoga yuborilganini tushuntiradi. Vincentning aytishicha, haqiqiy dunyoga faqat ma'lum vaqtgacha qaytish mumkin va buning evaziga qurbonlik hamda azob-uqubat talab qilinadi.
Keyin u terisiga pichoq bilan chizilgan sekta belgisini ko'rsatadi. Vinsent ularga doim Alisa barcha odamlarni azoblayotganini va Xezr ham o'sha yovuzlikning bir qismi ekanini aytishganini tushuntiradi. Ammo endi u Xezr Alisaning begunoh va yaxshi tomoni ekaniga ishonishini aytadi. Keyin Vinsent onasi Kristoferni shahar ostidagi boshpanada asir saqlayotganini aytadi. Xezr esa baribir otasini qutqarishga qaror qiladi. Vinsent buning uchun unga tumorning qolgan yarmi kerak bo'lishini ta'kidlaydi. Tumorning ikkinchi yarmi esa Vinsentning bobosida edi, ammo u hozir ruhiy kasallar shifoxonasida. Bu paytda chiroqlar miltillay boshlaydi va bu yovuzlik yaqinlashayotganidan darak berardi. Vinsent Xezrga yordam berishini va u bilan birga borishni istaydi. Birdan xonani zulmat qoplab, devorlardan esa qon oqa boshlaydi. Xezr Alisa ruhining bir qismi bo'lgani sababli ichidagi zulmat yashirin dunyoni ochib yuborishi mumkin edi. To'satdan bir maxluq paydo bo'lib, Vinsentni olib ketadi va Xezr yolg'iz qoladi. Oradan ko'p o'tmay zulmat yo'qoladi va Xezr Silent Hill'dagi otel xonasida uyg'onadi. Silent Hill'ga olib boruvchi yo'l tutun va kul bilan qoplangan. Keyin u ustunga bog'lab qo'yilgan odamni ko'radi. Uning ustiga katta harflar bilan xoin deb yozilgandi va bu Vinsentning taqdiri bo'lishi mumkin. Shu payt bir kampir Xezrning oldiga kelib, bu yerdan ketishini maslahat beradi. Xezr uni taniydi. Bu Alisaning onasi Dalya edi. O'tmishda aynan u shahar aholisiga qizini jodugar deb gumon qilishlariga va uni tiriklayin yoqib yuborishlariga yo'l qo'ygandi. Shu sababli Xezr hamma o'z jazosini olgan deb hisoblaydi. Dalya Alisaning o'lmaganini, faqat og'ir yaralanganini aytadi, ammo uning g'azabi tufayli kuchi yanada ortgan deydi. Alisa jamiyatdan qasos olish uchun ruhining begunoh va yaxshi qismini yangi tug'ilgan chaqaloqqa joylashtirgan va o'sha bola aslida Xezr edi. Keyinchalik u yetimxonada o'tmishini bilmagan ota-ona tomonidan asrab olingan. Dalyaning aytishicha, Xezr o'zini halokatga olib bormasdan turib, asrab olgan otasini qutqara olmaydi. Ammo Xezr kampirning badbo'y gaplariga endi quloq solmaydi va osmon qorayib borayotgan paytda u yerdan qochib ketadi. Keyin u manekenlarga to'la binoga kiradi va ulardan biri tirik ekanini payqaydi. Oradan ko'p o'tmay u tirik bir qizni topadi, ammo qiz birdan manekenga aylanib qoladi. Shundan keyin Xezr yana noma'lum bir qizni uchratadi. U Silent Hill'dagi ulkan o'rgamchak tomonidan yeb qo'yilish arafasida edi. Xezr unga qutulishiga yordam beradi, ammo ular maneken qismlaridan tashkil topgan bahaybat o'rgamchak ularga yaqinlashayotganini ko'rishadi. O'rgamchak manekenning boshini uzib olib, uni o'z tanasiga qo'shadi. Shundan keyin bosh tirilib, g'ozga o'xshab dahshatli qichqiriq chiqaradi. Keyin qizlar havo yo'li orqali qochishga harakat qilishadi. Ammo Xezr emaklab ketayotganida noma'lum qiz maxluq tomonidan ushlab olinadi. Keyingi sahnada Vinsentning onasi o'g'lini xiyonatda ayblaydi. Vinsent esa Xezr yovuz emasligini aytadi, ammo uning onasi Vinsent ham bobosiga o'xshab aqldan ozgan deb hisoblaydi. Shu sababli u o'g'lini ruhiy kasallar shifoxonasiga olib borishni buyuradi. Bu orada Xezr manekenlar binosidan chiqib keladi. Tashqarida u Vinsentning bobosi saqlanayotgan ruhiy kasallar shifoxonasini ko'radi. Xezr ichkariga kirib, uning tibbiy hujjatlarini topadi. Uning 12-xonada ekanligini bilib, kalitni o'g'irlab oladi. Yo'lakda birdan bir maxluq unga tashlanadi, ammo Xezr uni boshidan otib tashlaydi. U yurishda davom etib, oxiri Vinsentning bobosini topadi. Chol ko'r va zanjirband qilingandi. Xezr unga tumor haqida aytadi. Chol esa ko'ra olmasligini, tumorni qo'liga qo'yishni so'raydi. U tumorni tanib, bu buyum narsalarning asl haqiqatini ko'rsatishni aytadi. Xezr tumorning ikkinchi yarmi qayerdaligini so'raganida, chol ikkinchi yarmi o'zining ichida ekanini aytadi. So'ng ko'ksini yorib, tumorning ikkinchi qismini chiqarib birlashtiradi. Tumor to'liq bo'lgach, chol yana ko'ra boshlaydi va Xezrni Alisa deb o'ylab, uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo Xezr cholni otib tashlaydi. Biroq chol birdan dahshatli maxluqqa aylanib, yana Xezrga hujum qiladi va uni sudrab olib ketadi. Koridor bo'ylab yugurayotganida Xezr uning ko'ksidagi to'liq tumorni ko'rib qoladi. Xezr tumorni sug'urib oladi va shu zahoti maxluq kul va changa aylanib ketadi. Endi to'liq tumor Xezrning qo'lida va u Alisa bilan bog'lanishga urinadi. Shu payt qamoqda saqlanayotgan boshqa bemorlar uyg'onib, Xezrga qo'lini cho'zishga harakat qilishadi, ammo piramida boshli maxluq paydo bo'lib, hech ikkilanmay mahbuslarning qo'llarini kesib tashlay boshlaydi. Xezr yashirin joy topib berkinadi va oradan ko'p o'tmay Vinsentni qayergadir olib ketishayotganini ko'radi. Keyin u qiynoq xonasiga olib boruvchi teshikka kiradi.
Ichkarida tayoq, bolta va qassob pichoqlari bilan qurollangan g'alati hamshiralar bor edi. Ular ko'r bo'lgani uchun faqat tovush eshitsalar harakat qilishardi. Bir guruh konchilar Vinsentni qiynoqxonasiga olib kiradi va hamshiralarga hujum qiladi, ammo hamshiralar son jihatidan ko'p va konchilar tezda o'ldiriladi. Konchilarni o'ldirgach hamshiralar qotib qoladi va faqat Vinsent tovush chiqarganida harakatlanadi. Shu payt Xezr paydo bo'lib, undan otasi qayerdaligini so'raydi. Vinsent Kris attraksion bog'idagi ibodatxonada ekanini va uni qutqarishga yordam bera olishini aytadi. Xezr Vinsentni yecha boshlaydi, ammo shovqin qilib yuborgani uchun hamshiralar uyg'onadi. Yaxshiyamki, ular qochishga muvaffaq bo'lishadi. Tashqarida Vinsent Xezrni otasini tashlab, Silent Hilldan qochib ketishga ko'ndirishga urinadi, ammo Xezr bunga rozi bo'lmaydi. Ikkalasi bolalar maydonchasiga kirishadi va tez orada u yerga tartib saqlovchi askarlar ham yetib keladi. Vinsent va Xezr yashirinadi. Keyin esa Vinsent askarlarning e'tiborini chalg'itish uchun yashiringan joydan chiqib ketadi. Bir askar Xezrni topib oladi. Xezr uning niqobini yulib tashlaydi va askarning yuzi yona boshlaydi. Natijada u halok bo'ladi. Xezr karusel tomon yuguradi va oradan ko'p o'tmay uni olov qurshab oladi. Shu payt Alisa avval kichkina qiz, keyin esa o'smir qizning ko'rinishida paydo bo'ladi. Ikkalasi yuzma-yuz kelishadi. Quchoqlashgan paytda Alisa Xezrni o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo Xezr haligacha uni sevishini aytadi. Shundan so'ng Alisa chang va kulga aylanib yo'q bo'lib ketadi. Ehtimol bu Alisaning begunoh tomoni uyg'onganidan bo'lgandir. Keyin karusel to'xtaydi va Xezrning oldida bir eshik ochiladi. U ichkariga kirib, otasining hali ham bog'langan holda ekanini ko'radi. Shu payt Vinsentning onasi paydo bo'lib, Kristoferni o'ldirishi kerakligini aytadi, chunki uning qoni Xezrdan tug'iladigan yangi jinni oziqlantirishi kerak edi va sekta o'sha mavjudotga sig'inmoqchi edi. Ana shuning uchun ular Xezrni tanasiga muhtoj bo'lib, uni Silent Hillga qaytarishga urinishgan. Xezr Vinsentning onasiga tumorini beradi va uni kimligini ko'rishini istashini aytadi. Ayol tumorni ushlashi bilan dahshatli maxluqqa aylanadi. U Alisaning boshqa xizmatkorlari kabi yirtqich maxluq edi. Keyin Vinsentning onasi Xezrga hujum qilmoqchi bo'ladi, ammo shu payt piramida boshli maxluq paydo bo'lib Xezrni himoya qiladi. Piramida boshli maxluq Vinsentning onasini olov ichiga uloqtiradi, ammo u qaytib kelib maxluqning boshiga zarba beradi. Shunga qaramay, piramida boshli ustun keladi va ayolning boshini uzib tashlaydi. Shundan keyin Vinsent, Xezr va Kristofer tashqariga qochib chiqishadi, ammo Kristofer Silent Hillni tark eta olmasligini, chunki u xotinini qidirmoqchi ekanini aytadi. U Vinsentga qiziga g'amxo'rlik qilishni tayinlaydi va o'zi ortga qaytib ketadi. Yakuniy sahnada esa Xezr va Vinsent yuk mashinasi haydovchisidan yordam olib, Silent Hillni butunlay tark etishadi. Siz bilan bu kino kanali edi. O'zingizni ehtiyot qiling va kuningiz maroqli o'tsin. Ko'rishguncha xayr.